Shoshmasga. Bola o'g'risimanman. Qanday? Dading qani? Ha? Chiq, chush. Assalomu alaykum, Xormay aka, charchamayapsizmi? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Assalomu alaykum. Omonsiz aka, Favtaygerni ichida o'tiribsiz ekan, dam olayotgan ekansiz. Bez taqildi, minbar uzr. Bemalol. Mashina qanaqa ekan aka? Mashina zo'r. Inshaalloh, zo'r. Qanaqa minusi bor ekan, qanaqa plusi bor ekan? Do'stlar, hozir bitta ko'rsatib beraman sizlarga qanaqa mashinaligini. Asfaltni ortib qo'yishgan, mashinaga jinday dam olishayotgan ekan, minbar uzr aka. O'zi Favtayger samasvalimiz qanaqa mashina ekan? Nechta tonnagacha ko'taryapsiz? Samasval 15 tonnagacha yuk olaman men. 15 tonnagacha, 20 tonnaga ham eplasak bo'ladimi-ki? Bir mosli aka. Bo'ladi, bunday yaqinroqqa bo'lishi. Ha, yaqinroq bo'lsa bo'ladi. Tavsiya berasizmi aka? Tavsiya beramiz. Aha. Inshaalloh qaranglar, воздушный sidinalari. Buni perdelka qilganmisiz? Yo'q. Bu ham birinchi chiqqanidan-da. O'shancha hozir yangilarda воздушный sidinalarda bo'lgan. Tavsiya berasizmi? Bitta gapini aytgan bo'lsangiz, necha yildan beri haydaysiz buni mashinani? Aka, 5-6 yil oldi men yetganimizga bu mashinani. Men yetganingizga 5-6 yil bo'ldi. Xudo xolasa. Gap yo'q. Kimda kim qiziqsa, do'stlar, bosaverasizlar, pastda raqamlar qoldiraman, zavodning narxini, o'sha zavodni xodimlarining nomerini qoldiraman, bemalol aloqaga chiqsangiz, ma'lumot berishadi. Minbar uzr aka. Bo'ldi, bemalol aka. Alloh rozi bo'lsin. Rahmat sizga.